Yevropa İttifaqı Kengashi bilan Yevropa Parlamenti 5 mart kuni vaqtliq bir kelishim imzolab, majburiy emgak mahsulotlarining Yevropa bozoriga kirishini cheklamoqchi bo'lgan. Amerika hukumatı 2022 yildan boshlab Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ijro qilib kelgan edi. Egilishicha, bu kelishim Yevropaning majburiy emgakni cheklashda Amerikadan keyinda qolganligi norozilik uchrayotgan bir mezgilda maydonga kelgan. Bu kelishimda cheklangan majburiy emgak mahsulotlari Yevropa Ittifoqi davlatlarining sirtidagi majburiy emgak mahsulotlaridan emas, bu davlatlarning ichida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni va Xitoyga o'xshash davlatlarda majburiy emgak kuchlaridan foydalanib ishlatgan zapchaslarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy doiralari 6 yildan buyon lager va turmalarga solib olgan mahbuslarning ko'pinchisini oilasi bilan faqat oyda bir qitim ekranda ko'rishga yo'l qo'ymoqda. Ba'zida yezi atlab, ba'zida shahar atlab berib amillashgan bu ko'rinish faqatla 2 yoki 3 minut atrofida davom qilmoqda. Uning ustiga bu ko'rinishlarda mahbus oila tavobatlari o'z oilasi va jamiyat haqida mahbuslarga yolg'on gap qilishga majburlanmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Turkiyada yashayotgan bir mahbus yaqinining 9 oq mushturmisida singlisi bilan ekranda ko'rishgan ota-onasi o'z oila ahvoli va mahalla ko'yi haqida yolg'on so'zlashga majbur bo'lgan. Dünya Uyg'ur Qurultiyi axborot e'lon qilish orqali Xitoy ishg'oli sababli chet elda yashashga majburlangan Uyg'urlarga qarshi davlat alqagan besimning kuchayotganligini ta'kidladi. Yaqinda Turkiya soqchi doiralari Uyg'urlar haqida Xitoyga uchur yetkazgan bir qism jasuslarni qo'lga tushirganligini e'lon qilgan edi. Sud mahkamasi Sharq Turkistondagi dongli shaxslar va tashkilotlar haqida uchur to'plagan deb gumon qilgan 6 odamni qo'lga oldi. Bu vaqtda to'xtalgan Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun esa Xitoyning chegara halqagan Uyg'urlarni bostirishidan andish qilganligini bildirdi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Kristofer Vayrning bayonotiga qaraganda, Xitoy Amerikaning muhim aslahalarini nishonlash va kompyuter to'riga ziyon yetkazadigan yomon g'arazlik yumshoq detal kodini nishonlash uchun lazerni markaz qilgan hujum tayyorligi ichida ekan. Vari Xitoyning yomon g'arazlik yumshoq detallarni oldin o'rlashtirishiga qarata og'ir andishi borligini ko'rsatdi. Yaqinqi kunlarda Amerika World Typhoon bo'rini deb atalgan hacker to'ri orqali Amerikaning ulu aslahalari va dunyoning elektr to'ri va suv bilan ta'minlashni o'z ichiga olgan boshqa maqsadlarni nishon qilgan voqealarga duch keldi. Xitoyda 1980-yildan 2015-yilgacha yo'lga qo'yilgan atalmış planlıq tug'ut siyosati nopsning tuvallishini keltirib chiqargan. 5 mart e'lon qilingan ikki rasmiy dokladga qaraganda, Beijing hukumati tug'ilish nisbatining tuvallishiga qarshi turishni maqsad qilgan siyosatlarni tuzib chiqar ekan. Xitoy yana ijtimoiy farovonlik va kutunish pulini kuchaytirish va shaxsiy kutunish sistemasini yaxshilash orqali kunsiri ishiyotgan yashanganlarni yo'lash planini o'tirg'a qo'ygan. Bu tadbirlar Xitoy nopisining uda 2 yil tuvallishidan keyin yo'lga qo'yilgan. Vengriya prezidenti Tamas Suluk Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lishini tasdiqlaydigan qonun loyihasiga rasmiy imzo qo'ydi. Prezident ishxonasi e'lon qilgan bayonotda Shvetsiyaning kelgusi bir necha kunda ittifoqning 32-a'zosiga aylanishi uchun yo'l ochilganligi o'tirg'a qo'yilgan.